markazi, forum viloyat filiali, Buxoro shahar birinchi podstansiyada feldsherlik faoliyatini olib boramiz. Avvalambor bu narsani aytib o'tishim, feldsherlik brigada tashkillangandan buyon mana bu yerda vrach ishlayotgan ustozlarga katta rahmat aytamiz. Chunki ularning yordamlari, ularning maslahatlari bilan ko'p narsani o'rgandik, ko'p narsaga erishdik. Men bir narsadan faxrlanamanki, bemorlarning kelayotgan payt bemorlardan doim yaxshi so'z eshitib, bemorlarga eshitib yurgan bemorlardan duolarimiz shuning o'zi katta biz uchun baxt. Aslında faxrlanaman. Feldsherlik kasbi juda ajoyib kasb.